Assalomu alaykum, bizning hurmatli Oscar Mashineri obunachilari. Bizda yangiliklar davom etadi. O'tgan safargi pogruchiklarimizni olib kelganmiz, juda ham tez sotilib ketgandi. Sizlar uchun yangilangan variantini olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Oscar pogruchiklarimiz frontalni 100 ot kuchiga mo'ljallangan. Ko'rishinglar mumkin, bu safar yangiliklar juda ham ko'p. Mana bunaqa alohida nasatkalarni ham olib kelib qo'yganmiz. Chorvador akalarimiz juda ham kerak bo'ladigan nasatkalar hisoblanadi. Ko'rishinglar mumkin, bedapoya, prispoya suluslarni bemalol karmazachiklar bo'lsa, karmazachik ichiga tashlab berish uchun ham ishlatsanglar bo'ladi. Azizlar, bu o'zini kovush, radnoy kovush hisoblanadi. Bular alohida hisoblanadi. Buni boshqacharoq kovushlari ham bor. Buni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Ot kuchi 100 ot kuchi, yangi model G948 ko'rishinglar mumkin azizlar. Bunaqasi kamdan kam O'zbekiston bozorida uchraydi. Hurmatli obunachilar, Oscar pogruchiklarimiz narxi keladigan bo'lsa 186 million belgilangan. Kovushlar ikki xil alohida kovushlari bor. Uni 12 million 13 million atrofida qo'shiladi, olsanglar, alohida olsanglar. Ko'rishinglar mumkin. Bu pogruchiklarimizni persinaga yoki lizingga xarid qilsanglar bo'ladi azizlar. Bemalol. Soniga keladigan bo'lsak, где-то bir 6-7 ta dona olib kelib qo'yganmiz. O'tgan safar juda ham tez sotilib ketgandi. Bu safar ham sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz. Endi qulayliklariga keladigan bo'lsak, pogruchikimizning ichida konditsionerlari bor. Bu safargi partiyasida o'zini konditsionerlari bilan kelgan. Endi ma'lumot kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.